Gruziya davlatiga kelmoqchi bo'lganlarni ko'plab savollar tushadi. Ularning hozir asosiylariga birin-ketin javob beramiz. Gruziyada qanday borsam bo'ladi? Gruziyaga sayohatchi sifatida bemalol kelishingiz mumkin. Kirish uchun kerak bo'ladigan hujjatlar. Kirish uchun asosiy kerak bo'ladigan hujjatlar shuki, туда и обратно bilet, turistik страховка, гостиница bron va cho'ntakda yetarlicha pul. Gruziya aeroportida beriladigan savollar. Asosiy beriladigan savollardan biri shuki, nima uchun Gruziyani tanlading va qachon qaytib ketasan Gruziyadan? Qaytish bileting bormi? Mehmonxona broning bormi? Mehmonxonaning nomi nima? Qanaqa joylashuvda? Mehmonxonangni to'lov puli qilinganmi? Va turistik страховка va Gruziyani qayerlariga borasan? Va undan tashqari страховкang bormi? Ya'ni turistik страховка o'sha sug'urtang bormi? Shunaqa savollar beriladi va undan tashqari nima uchun atrofimizda qo'shnilarimizni barchasi sayohatchi mamlakat, sayohat qilinadigan mamlakat, nima uchun Gruziyani tanlading imенно degan savollar beriladi. Nima ish qilish mumkin? Gruziyada erkaklar asosan qurilishda va taksida daromad topishligi mumkin. Ayollar esa restoran, kafe, mehmonxona va bola qarash va apelsin plantatsiyalarida daromad topishliklari mumkin. Ishlash uchun qanday hujjatlar kerak? Erkaklar ishlashligi uchun qurilish sohalarida qurilish firmalari o'zlari hujjat qilib beradi. Yandex taksida ishlamoqchi bo'lganlar uchun Yandex Parkda o'zi hujjat qilib beradi va Gruziyada tadbirkorlik bilan va boshqa sohalarda ishlamoqchi bo'lganlar asosan dom yustitsiyaga murojaat qilinadi. Dom yustitsiyani o'zi hujjat qilib beradi. Ya'ni ishlash uchun, ya'ni разрешение на работу deyiladi, shu hujjatini qilib beradi. Qancha pul topsa bo'ladi? Gruziyada o'rtacha daromad erkaklarga $1000 dan $1200 ayollar esa $700 dan $900 atrofida daromad topsa bo'ladi Gruziyada.